Erkak ayolning chiroyidan fitnalangandek, ba'zan ayol ham erkakning chiroyidan fitnalanar ekan. Ana shuning uchun Alloh qul lil mu'minat yaghdudna min absorihinna. Mu'minalarga ham ayting, ko'zlarini tiysinlar degan. Mana hozir aktyorlarni sevib qolayotganlar, karislarni sevib qolayotganlar, turklarda aktyorlarni sevib qolayotganlar nimadan? Mana shu kinodan, filmlardan ko'zini tiymaganligidan. Yoki bir joyga bir qizilishton otarchi borsa 7 yoshdan 70 yoshgacha xotinlar orqasidan quvlab yuribdi. Nimadan? U aslida bir chiroyli ham emas o'zi, lekin nima bo'lganda ham ko'zini tiymagandan. Shuning uchun ayollar ham aslida ko'zlarini tiyishliklari kerak. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollariga aytganlar-ku, Ibn Maktum kur odamni oldida o'tirishganda ayollari, "Ha Rasululloh kurku" deyishganda Rasululloh aytganlar, "Sizlar ham kurmisizlar?" deganlar. Xususan mana shunaqangi fitnalanish yoshida bo'lsa, fitnalanish xavfi bor odamdan bo'lsa, u ko'zini tiyish kerak. Ko'zini tiymay birovga oshiq bo'lib qolib, keyin o'sha bilan o'ynash bo'lib, boshqa joyi shikast yetsa, u tuzalmaydi keyin.